Allo, Alo. assalomu alaykum. Abdurashid aka bilan bog'landikmi? Ha? Yaxshimisiz, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat. Bezovta qilmadimmi? Yo'q. Minnatdormiz. Xayrli kunlarni sizga tilaymiz. Bugunga qarshılagan yoshingiz, shukronalik ayyomingiz. Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan saningiz bilan sizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Alloh xayrli qilsin. Yoshingizga yoshlar qo'shilsin. Aziz boshingiz omon bo'lsinki, bunday go'zal kunlarni yana ko'plarini yaqinlaringiz ardog'larida ko'rib yuring. Ahli xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, baxt va saodatni tilab qolamiz. Allo. Alo, eshityapman. Akajon, ayni daqiqalarda biz sizga O'zbekistondan kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Boshlovchi Mumtoz Begim bo'laman. Mana shunday go'zal kunlar munosabati bilan bizning loyihamizga bir yaqin insoningizdan siz uchun atalgan tabriknomalar, dilnomalar yetib kelgan. Sizni tabriklash va xursand qilish uchun. Nima deb o'ylaysiz, mana shu tabriknomalarni bizning loyihamizga yo'llagan yaqin insoningiz kim bo'lishlari mumkin? Taxmin qilib ko'ring-chi. Yaqin insonim endi mani yaqin insonlarimdan ota-onam, 3 opa-singlim, ayolim. Albatta, ularni barchalari sizni bugungi shukrona kuningiz bilan tabriklamoqdalar. Asosiy tabriklovchi ayni daqiqalarda barcha yaqinlar nomidan sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, sizni dunyolarga alishmaydigan, jonimga jondosh, qonimga qondosh, yaxshi yomon kunimda yelkadoshim deya ta'riflaganlar ana shu mehribon opajoningiz Mavludaxon opajonimiz tabriklamoqdalar. Rahmat. Anjomlari sog' bo'lsin. Uzoq umr ko'rsinlar, iloyim. Amin. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Ularga hamrohlikda ota-onangiz hamda singillaringiz, turmush o'rtog'ingiz, bir-biridan shirinda shakar farzandlaringiz, jiyanlaringiz va jamiki yaqinlaringiz nomlaridan ham muborakbod etmoqdalar. Rahmat sizga, sizning ham tanjoningiz sog' bo'lsin. Bugun 45 yoshimda tavallud topgan kunim. Men o'zim safardaman. O'zbekistonda bo'larmay qoldik. Tanjonlari sog' bo'lsin, opaginamni, qandoq qondoshimni, jigarimni. Rahmat sizga ham singlim. Ishlaringizga omad bersin, tanjoningiz sog' bo'lsin. Rahmat aytganingiz kelsin. Akajon, ana shu mehribon opangizning sizga atalgan tabriknomalari, dilnomalari bor. Agar ijozat bersangiz, ushbu tabrik xatlarini sizga o'qib eshitiraman, maylimi? Xo'p. Rahmat kattakon, marhamat, qabul qiling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mehribonim, suyanchilim, doimo meni yaxshi yomon kunimda, har qanday vaziyatimda ham yonimda yelkadosh bo'lib tura oladigan va albatta meni jondan-da ortiq yaxshi ko'ruvchi, o'zimni faxrlansam faxrlarga arziydigan mehribon ukajonim. Shukronalik ayyoming muborak bo'lsin. Seni bugungi kun bilan chin qalbimizdan barcha yaqinlar nomidan samimiy muborakbod etamiz. Umring uzoq bo'lsin, rizqing to'kiz bo'lsin, baxt va saodat hamisha hamrohing bo'lsin. Doimo Allohimning panohida bo'lgin. Inshaalloh joning salomat bo'lsin. Ukajonim, seni bugungi kun bilan chin qalbimizdan tabriklab, barcha yaqinlar nomidan samimiy muborakbod etib qolamiz. Hayotimizda sen kabi mehribon, aqlli va do'stona, yonda shu yelka bo'lgan inson borligidan juda ham baxtiyorman. Sen nafaqat men, balki barchamizning birdek ardog'imizdasan. Yelkadoshim, do'stimsan. Sirlarimni bilguvchi sirdoshimsan. Barcha sinovlarda yonimda bo'lgan, hamisha qo'llab-quvvatlab turuvchi eng yaqin insonimsan. Seni mehribonliging, borliging men eng katta baxtim. Mehnatsevarliging va odobing bilan menga har doim ilhom berasan. Doim o'z orzularingga yetishib, yuksalib yurgan. Seni borliging meni hayotga mustahkam qarashim bilan ta'minlaydi. Sen uchun barcha yaxshi niyatlarimni va duolarimni tilab qolaman. Nimaga qo'lasang, Alloh madadkoring bo'lsin.
Bugungi kunda senga baxt, sevgi, quvonch va eng ezgu tilaklarimni tilab qolaman. Allohim seni bizni siylagan holatda baytlari tomon jo'llayirsin. Inshaalloh bir kun bomdod namozini birgalikda Madinada o'qishlikni Allohdan so'rayman. Hech qachon unutma, seni har qanday holatda, yaxshi yomon kuningda, bor yo'g'ingda ham seni qo'llab-quvvatlab turuvchi yelkadoshing borligini doimo yodingda tutgin. Ukajonim, shukronalik ayyoming muborak bo'lsin. Borsanga xotirjam turibman uka. Ko'nglimga halovat quribman uka. Yonimda yelkadosh jigarim bor deb sen bilan maqtanib yuribman uka. Goho tortishamiz, goh tilimiz bir. Zarra adovat yo'q yurakda kiri. Qaysi davra bo'lsa aytay emas sir, sen bilan maqtanib yuribman uka. Yig'lasam, yig'laysan, kulasam, kulsam. Yonimni olasan, xatolar qilsam, sendagin do'stim yo'q, dunyoda bilsam, sen bilan maqtanib yuribman uka. Hech qachon chiqmaydi yo'q degan so'zing. Bir on ko'rinmasam, izlaydi ko'zing, ishonganim o'zing, faxrimsan o'zing, sen bilan maqtanib yuribman ukaliye. Ushbu go'zal nomalarni opajoningiz nomidan qabul qilasiz. Tan jonlari sog' bo'lsin, nurlar sog' bo'lsin. Sinem ashi gaplaringizni tashlab olishni iloji bormi? Akajon, hozirda suhbatimiz yozib olinmoqda. Birozdan so'ng mana shu mehribon opajoningizga, bizni loyihamizga murojaat qilgan opangizga chiroyli tarzda yuboramiz. Opangizdan so'rasangiz, ular ham sizga albatta yuboradilar. Xo'p, bo'ladi, rahmat. Tan jonlaring sog' bo'lsin. Sizlar ham charchamanglar. Ilohim ishlaringga baraka bersin. Xudo o'z panohida bo'linglar hamisha. Siz ham. Rahmat, tan jonlaring sog' bo'lsin. Opajonimga ham rahmat. Tan jonlari sog' bo'lsin. Oilalarni baxtiga, nevaralarni baxtiga, bizni baxtimizga hamisha sog' bo'lib yursinlar. Rahmat akajon, salomat bo'ling. Tavallud kunlar, shukronalik ayyomlar yana bir bor qutlug' bo'lsin. Siz ham yaqinlar baxtiga doimo sog' bo'ling. Siz dunyodagi eng baxtli insonlardan birisiz. Negaki mana shunday mehribonlaringiz, yaqinlaringiz bor sizga. Havas qiluvchilar juda ham ko'p. Tug'ilgan kuningizni ko'tarinki kayfiyatda, a'lo darajada o'tkazib oling. Inshaalloh keyingi safar shukronalik kunlarni oila davrasida o'tkazishingizni tilab qolamiz. Musofir yurtda topayotgan mol davlatingiz Allohim behisob fayz va barakatlar bersin. Hamisha o'z panohida asrab avaylasin. Salomat bo'ling. Kuningiz xayrli va barakatli. Rahmat, tan jonlaring sog' bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling.